hozir sizlarga 210 so'mlik prezidentimizni qaroriga asosan yoshlarga kredit nimasini tushuntirib beradigan bo'lsa, qaroriga asosan yoshlar krediti. Sizlar o'qishga bormoqsizlar, boshqa bormoqsizlar. O'qishda 20 milliongacha imtiyozli kredit, 18%lik imtiyozli kredit berib, har xil o'qishlaringga yo'naltirishlaring mumkin, boshqaga yo'naltirishlaring mumkin. O'sha xarajatlarni to'layveradi. Uni ravishda o'zlaring qilib qolishlari mumkin. Bu o'zi prezidentimiz qarori bu to'g'risida 210 ming so'mlik qarori sizlarda loyihalaringni ijrosini ta'minlash, ya'niki maqsadlaringni loyihalarga aylantirish. Misol uchun sartaroshxona ochmoqchimisiz, ishlab chiqarish qilmoqchimisiz, har xil sohalarda o'zlaringiz sinab ko'rishlaring mumkin.